Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni o'tamiz. Mavzumiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari asosida bolani maktabga tayyorlash. Rejamiz ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Ikkinchi rejamiz maktabgacha ta'limda faoliyat markazlarini tashkil etishda bola shaxsini shakllantirishning omili sifatida. Uchinchi rejamiz bolalarni maktabga tayyorlashda rivojlantirish markazlarining faoliyati. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi 802-sonli qaroriga muvofiq davlat standartlarini ishlab chiqishda quyidagi hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun, yong'in xavfsizligi to'g'risidagi, aholi sanitariya epidemiologiya to'g'risidagi qonun va bir qancha qarorlarimiz bilan asosida ishlab chiqilgan. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi to'g'risidagi nizom hamda maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish ustavini tasdiqlash to'g'risidagi 2017-yil 21-noyabrdagi 929-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida hamda 2019-yil 13-maydagi 391-sonli aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 754-sonli qarorga muvofiq davlat talablari ishlab chiqilgan. Davlat talablarining tarkibi davlat talablarini rivojlantirish sohalari integratsiyalarini nazarda tutadi va bolalarning rivojlanishiga ko'maklashadi. Davlat talablari tug'ilgandan to 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning 5 ta asosiy rivojlantirish sohalariga bo'lingan. Har bir rivojlanish sohasi o'z o'rnida kichik sohalarga bo'lingan bo'lib, ular har bir yosh guruhga mos bir nechta talablarni kutilayotgan natijalarni iborat bo'ladi. Davlat standartining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Maktabgacha ta'limning mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash. Milliy umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish. O'quv tarbiyaviy jarayonga innovatsion pedagogik va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish. Ta'lim tarbiya faoliyati sifatida nazorat qilishning huquqiy asoslari. Maktabgacha ta'lim tashkilotida to'laqonli va xavfsiz ovqatlantirishni tashkil etishga bo'lgan sanitariya gigiyenik talablarni belgilash. Davlat standartining tarkibiy qismlari. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Bu birinchi ilovamizda maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi. Bu ikkinchi ilovamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'yinlar to'plami, o'yinchoqlar, mebel, jihozlar va boshqa texnik reabilitatsiya vositalari bilan jihozlanish me'yorlari. Bu uchinchi ilovamiz. Davlat talablari bolaning quyidagi rivojlanish sohalari bo'yicha belgilanadi. Jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzining shakllanishi, ijtimoiy hissiy rivojlanish, nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari, bilish jarayonlarining rivojlanishi hamda ijodiy rivojlanish. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Yirik motorika, sensomotorika, mayda motorika, sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik. Ijtimoiy hissiy rivojlanish sohalari quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Men konsepsiyasi, hissiyotlar va ularni boshqarish, ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot. Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Nutq va til, o'qish malakasi, qo'l barmoqlari, mayda motorikalar. Bilish jarayonining rivojlanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Intellektual anglash malakalari, elementar matematik malakalar, tadqiqiy bilish va samarali refleksiya faoliyati.
Davlat talablari asosida yosh davrlari quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Go'daklik tug'ilgandan 1 yoshgacha bo'lgan davr. Erta yoshdagi bolalik 1 yoshdan 3 yoshgacha. Kichik maktabgacha yosh 3 yoshdan 4 yoshgacha. O'rta maktabgacha yosh 4 yoshdan 5 yoshgacha. Katta maktabgacha yosh 5 yoshdan 6 yoshgacha. Maktabga tayyorlov yoshi 6 yoshdan 7 yoshgacha. Ijodiy rivojlanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Dunyoni badiiy tasavvur etish, ijodiy, badiiy qobiliyatlarimiz. Ilk yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan talablar mazkur talablarga birinchi ilovada to'liq berib o'tilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan talablar mazkur davlat talablarining ikkinchi ilovasida to'liq ko'rsatilgan. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartidagi birinchi ilovamiz bu umumiy qoidalar. Ikkinchi bobimiz davlat standartining maqsad va vazifalari. Uchinchi bobimiz davlat standartining asosiy prinsiplari. To'rtinchi bobimiz davlat standartining tarkibiy qismlari. Beshinchi bobimiz davlat standartining joriy etish hamda 6-bobimiz davlat standartining talabiga rioya etishni nazorat qilish. 7-chi yakunlovchi qoidalar. Maktabgacha ta'limning namunaviy o'quv rejalari ko'rsatib o'tilgan. Bunda har bir yosh guruhga 3 yoshdan 4 yoshgacha, 4 yoshdan 5, 5 yoshdan 6 yosh, 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan har bir guruh kesimida, o'rta guruh, katta guruh, tayyorlov guruh, mana shu kesimida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning taxminiy soati, o'quv yili mobaynida, sog'lomlashtirish davrida qaysi faoliyatlar o'tib borilishi namunaviy o'quv rejada to'liq ko'rsatib o'tib ketilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda davlat talablari asosida yosh davrlarning bosqichlarini o'z ichiga oldik. Ya'ni bunda har bir bolaning guruhlardagi faoliyatlari olib borildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining o'quv dasturi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim jarayonining maqsadi quyidagicha. Bolalarda umumiy kompetensiyalar va rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish uchun tegishli sharoitlarni yaratishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi 6-7 yosh bolaning umumiy muhim kompetensiyalari. Kommunikativ kompetensiya, muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi. O'yin kompetensiyasi, bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil etishda tajriba, bilim, ko'nikmalaridan ijodiy foydalanish o'quv tarbiyaviy faoliyat uchun asosiy hisoblanadi. Ijtimoiy kompetensiya, ijtimoiy, ya'ni hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati. Bilish kompetensiyasi, atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilishi va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlaridan o'quv va amaliy vazifalardan foydalana olishi. O'quv tarbiyaviy faoliyati. O'quv tarbiyaviy faoliyat O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari asosida amalga oshiriladi. O'quv yili 2-sentyabrdan boshlanadi va 31-maygacha davom etadi. 1-iyundan 31-avgustgacha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi sog'lomlashtirish davrlarini tashkil etadi. O'quv tarbiyaviy faoliyat guruhning kundalik ish tartibiga tayanadi va unda pedagog tomonidan rejalashtirilgan kundalik harakatlar, bolalarning o'yinlari, bo'sh vaqtlari, o'quv tarbiyaviy faoliyat turlari navbatma-navbat amalga oshiriladi. O'quv tarbiyaviy faoliyatda quyidagilar rejalashtirish mavjud. Yillik mavzuli, tematik, haftalik rejalashtirishning faoliyatdagi maqsadlari, mavzusi, mazmuni va turlari ifodalanadi. Faoliyat turini tanlashda nafaqat o'quv tarbiyaviy faoliyatning umumiy maqsadlari, balki rivojlanish sohalari bo'yicha maqsadlar, faoliyat mazmuni va turlarini integratsiyalash ham hisobga olinadi. Yillik mavzuli reja har bir yosh guruhi uchun oy mavzulari va hafta mavzularini aks ettiradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hududi yoki boshqa xususiyatlarni hisobga olgan holda
o'zining yillik mavzuli rejasini tuzishda haqli. Mazkur mavzuli reja Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagog kengashida tasdiqlanadi. Haftalik reja yillik mavzuli rejaga asoslanadi va haftaning kichik mavzulari shuningdek mazkur mavzu bo'yicha o'tkaziladi va ularni o'z ichiga oladi. Haftalik reja barcha rivojlanish sohalari bo'yicha maqsadlarni belgilash, tegishli markazlarni tayyorlash, mashg'ulotlarni hafta mavzusiga mos ravishda taqsimlashga yo'naltirilgan. Hafta mavzusi barcha erkin faoliyat markazlari orqali o'tishi lozim. Haftalik rejada guruhdagi va sayr vaziyatlarda didaktik va harakatli o'yinlar rejalashtiriladi. Tarbiyachining ish jurnali quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi. Haftalik reja bu tarbiyachining ish jurnali va mashg'ulotlar ishlanmasini tashkil etadi. Titul varag'i, guruhning iliq, sovuq davrdagi kun tartibi, ertalabki badan tarbiya kompleksi, guruhda sentyabrdan avgustgacha bo'lgan ta'lim jarayonini rejalashtirish tarkibi, ertalabki suhbat, sayr, kunning ikkinchi yarmi kiradi. Haftalik ish tahlili va ilovalardan iborat bo'ladi. Bolaning rivojlanish sohalari bo'yicha yutuqlari. Bolaning rivojlanish xaritasi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Har bir bola uchun individual tarzda har 3 chorakda to'ldirib boriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida 6-7 yoshdagi bolalarning maktabga tayyorgarlik xaritasi to'ldirib olib boriladi. Maktabgacha tayyorlov deganda bolaning umumiy kompetensiyalari va rivojlanish sohalari kompetensiyalarining shakllanganligi tushuniladi. Bu xarita Maktabgacha ta'lim tashkilotining har bir bitiruvchisi uchun to'ldiriladi. Unda davlat talabiga muvofiq rivojlanishning 5 ta sohasi kompetensiyalari bo'yicha kutilayotgan natijalari ifodalanadi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolaning rivojlanish xaritasini to'ldirish uchun quyidagi sikllardan foydalanamiz. Dastlabki kuzatuv, oraliq kuzatuv hamda o'quv yili oxiridagi kuzatuv bo'ladi. Dastlabki kuzatuvimiz taxminan sentyabr oyi, oktyabr oylarida bo'lsa, bu bosqichda har bir bolaning boshlang'ich imkoniyatlari aniqlanadi, uning shu davrdagi erishgan yutuqlari belgilab boriladi. Oraliq kuzatuvimiz bu yarim yillik oxirida, dekabr, yanvar oylarida kuzatiladi. Bu monitoring o'tkazishdan maqsad bolaga nisbatan tanlangan metodikaning to'g'riligini aniqlash, rivojlanishida dinamikasini belgilab beradi. O'quv yili oxirida, odatda may oyida tarbiyachi yakuniy kuzatuvni o'tkazadi. Mazkur kuzatuv asosida yil boshida qo'yilgan vazifalarni qanday hal qilganligi baholanadi. Mazkur bola rivojlanishida kutilayotgan yangiliklarni hisobga olgan holda keyingi pedagog jarayonni ko'zda tutishga maqsadda belgilab beriladi. Hurmatli tinglovchilar, mustaqil ta'lim faoliyatimizda bolalarni maktabga tayyorlashda ta'sir etuvchi omillar mavzusida berilgan topshiriqlardan taqdimot tayyorlaysizlar va essay yozasizlar. Shuning bilan bugungi ma'ruza matnimiz tugadi. Xayr, salomat bo'lingizlar.